Aziz teletomoshabinlar, demak, mana shunday chiroyli kuy va navolar, qo'shiqlar asosida dasturimizni davom ettiramiz. Huzuringizda tungi tashrif loyihasi. Demak, bugungi dasturimizning galdagi mehmonlari bilan tanishing. O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Navoiy viloyat hududiy bo'linmasining xonanda va sozandalari dasturimizning mehmoni bo'lishadi. Avvalambor, assalomu alaykum, dasturimizda xush ko'rdik. Albatta, bugun Boburjon, demak, dasturimizda yana maqom ijrolari yangraydi va qolaversa, estrada yo'nalishidagi chiroyli taronalar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, bizdan uzoqlashmaganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Dasturimiz avvaldagi ma'rifat karvoni bilan bo'lgan suhbatimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, endi esa maqom kuy qo'shiqlardan bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Vaqtingiz maroqli o'tadigan niyatdamiz. 30-may sanasi Juma, demak, yana bir bor eslatib o'tamiz. Tungi tashrif loyihasi azizlar endi haftaning chorshanba va juma kunlari bo'lib o'tadi. Sizning talab va istaklaringizga binoan bizdan uzoqlashmasdan bizni kuzatib borasiz degan umiddamiz va azizlar, maqom ansamblimizdan endi galdagi yana bir taronani menimcha tinglasak maqsadga muvofiq bo'ladi.
tashakkur, ofarin, ajoyib tarona bo'ldi, ajoyib ijro bo'ldi. Bilasizmi, shu o'rinda Boburjon aytib o'tmoqchimanki, yaqindagina mana shu maqom yo'nalishi bo'yicha xonanda va sozandalarimiz chet ellarda sayohatlarda bo'lishdi. To'g'rimi? Keling, Shuhratjon Mamedovdan shu borada suhbatlashsak. Boya aytib o'tganimizdek, qayerlarda bo'ldingiz, so'ylang, nelar ko'rdingiz, qay yurtlarni kezdingiz, qanday yutuqlarga erishdingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga katta rahmat. Haqiqatan shu kech bo'lishiga qaramay xalqimizni shunchalik ko'nglini olamiz deb shunaqa chiroyli bir dasturlarni, loyihalarni tashkil qilib qo'yibsizlar. Endi maqom ansamblimiz haqida ham xalqimiz ancha mayliman tushunchaga ega bo'lib qoldi. Chunki tez-tez chiqib turamiz televideniyadan. Undan tashqari bugun kunda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqishlar qilib turamiz. Qolaversa viloyatimizda har bitta tadbirlarda bugungi kunda o'sha davlatimizda to'y deymiz, ansamblimiz har doim dejur bo'lib turadi. Hozir bo'lmaydi. Haqiqatan bugungi kunda haqiqatan o'zi har doim aytamiz, prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor qaratildi. Bizning mana shu milliy san'atimizga, qadriyatimizga bu juda chiroyli ish bo'ldi biz uchun. Mana bugungi kunda haqiqatan maqom o'zi alohida maktab. Undan tashqari shu maqomning yonida shu maqom bilan bir qatorda bastakorlik, xalq yo'lidagi qo'shiqlarimiz, kuylarimiz bor. Hozir chalgan kuylarimiz ham bastakorlar ijodidan aytgan ashulamiz ham marhum ustozimiz Matnazar Xudoynazarovning qo'shiqlari. Bugun o'zi ko'proq maqomdan tashqari mana shunaqa milliy bastakorlarimizni asarlaridan ijro etamiz deb keling o'zbek mumtoz musiqasi da maqomda bir yo'nalishlari haqida ham bir suhbatlashsak, aynan qanday yo'nalishlar bor bugungi kunda maqom ansambli aynan qaysi yo'nalishda ko'proq ijod qilib kelmoqda? Yo'nalish haqida ham hozir aytib o'taman. Lobarapon bitta savol berilib qolib ketdi. Xorijda bo'lgan sayohatlar, xorijiy sayohatlar. Bugungi kunda prezidentimiz qarorlari bilan bizda chet davlat qolaversa mana shu ichki gastrol konsertlar yo'lga qo'yilgan. Biz deyarli har bitta viloyatga borib konsert berib keldik. Bironta viloyat qolmadi. Qolaversa boshqa viloyatlar ham bizga kelib mana shunaqa nima deydi, xarita qilingan konsertlarni berib, fikr almashib, bir-birimiz bilan tajriba almashib kelyapmiz. Undan tashqari chet davlatga ham gastrol konsertlar qo'yilgan. Xudo xolasa niyat qilib turibmiz, yaqinda Ozarbayjon davlatiga chiqib kelamiz deb avgust oyida biz 2 marta ansamblimiz bilan Yevropa davlatini Riga, Latviya, Litva davlatlarida bo'ldik. Taassurotlar qanday endi? Xorijlik qanday kutib olish? Xorijliklarning bizni maqomga bo'lgan qiziqishi qanday ko'zda ko'rindimi? Qanday qiziqish bildirdi? Konsertdan so'ng oldilariga kelib olib, Buni xursand bo'lib aytamiz. Bitta narsada bizning maqom san'atimizga, milliy san'atimizga shu Xudoyim shunaqa bir chiroyli bir kuch bergan, har bitta eshitgan odamni lol qoldiradi. Nima deydi? Insonning ruhi ham alohida dam oladi. O'sha chet davlatga borganimizda mana Sherzodjonlar bilan shu 500 kishilik, 300 kishilik konsertlar bo'ldi. O'sha joylarga kirib konsert berdik. Men bir narsaga qoyil qoldim, shu kuyni boshlab, yo ashularni boshlab oxiriga yetkazganimiz uchun umuman shavqin eshitmadim. Shunchalik sukut saqlab eshitishgan. Shuni haqiqatan men qoyil qoldim. Shu bizni musiqalarimiz balki shunchalik ularni rom qildi, ruhiyatiga shunchalik ta'sir qildi. Shu chalib bo'lganimizdan keyin kelib qo'llarimizga qarab ketdi-da bizani bular nima chalyapti? Fonogrammami ekan yoki de? Shunga haqiqatan juda chiroyli kutib oldi. Biz ham xursand bo'ldik. To'g'risi maza qilib keldik, borib ham sayohat, ham konsertlarni berib bugungi kunda shunaqa ishni amalga oshiramiz. Qolaversa bugungi kunda men har doim aytaman-da, xalqimizdan bir iltimos qilaman. Shunaqa bebaho san'atimiz bor, ko'proq e'tibor berib, shuni yaxshi ko'rishlarini xohlayman. Bizning yo'nalishimiz bo'lganligi uchun emas. O'zi haqiqatan ham men har doim aytaman, bu gapni aytishdan charchamayman. Bu tarbiya ham bor. Mana qarang, maqomchilarning turishi, milliy do'ppilarimiz, milliy tuyinlarimiz, qizlarimizni qarang. Hamma yog'i bu oila bilan ko'rganda ham tarbiyada masalan. Haqiqatan ham milliyligimiz yanada jilolanib namoyon bo'ladi bizning.
keyin buni ichidagi so'zlarni ijro qilinayotgan so'zlarni ichidagi ma'nolari ishqi ilohiy deymizda, o'sha Allohga bo'lgan iltijo bu. Bu bizga o'sha nima deydi, ilmiy tomoni bu. Undan tashqari o'sha hali aytdik, ruhiyatga, inson ruhiyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi dedik. Men aytamanda bitta ikkita joyga masalan shu og'irroq narsa aytib tursangiz, bilmaydi-da insonlar aytadi, odam uxlatib qo'yasan-ku, yo'qmi shu shulang deydi. Men aytaman, aka yo opa, odamlar dori ichadi uxlash uchun. Agar shu to'g'ridan-to'g'ri sizni uxlatib qo'yaptimi, bu to'g'ri ish bu deyman. Siz uchun davo bo'lyapti deydi. Shunday. Qarang, qanchalik boy san'atimiz bor, bebaho, go'zal san'atimiz bor. Bugungi kunda endi klassik o'sha maqomlarimiz ham o'ziga yarasha auditoriyasi bor. Albatta, estradan o'zini auditoriyasi bor. Undan tashqari hali siz savolingizga o'sha maqomlarimiz ichida o'ynoqliklar bor. Qashqarcha deymiz, So'qinoma deymiz, Ufor deymiz, ha. O'ziga yarasha hamma yo'nalish ma'lumot o'zini shinavandasiga ega. Buxoro Shash maqomi deymiz, uni alohida o'zining shinavandasi bor. Katta ashulalar bor. Xorazm 6,5 maqom deymiz, Farg'ona Toshkent Chor maqomi deymiz, uni alohida. Bizga qaysilar yaqinroq endi aynan viloyat maqom ansambliga? Endi sizga qaysi yaqinligini bilmadim-ki, lekin biz hammasini ijro qilib kelganmiz. Demak, hozir tinglaymiz. Shash maqomdan ham qolaversa, o'sha Xorazm 6,5 maqomidan ham, Toshkent Farg'ona yo'llaridan ham, undan tashqari shunaqa ustozlarimiz, bastakorlarimiz tomonidan yaratilgan chiroyli asarlar bor, tanavorlar bor, masalan, xalq yo'lida yaratilgan, beixtiyor eshitgan odam kallasini chayqab maza qiladi-da. Hammasini qo'ldan kelgancha bugungi kunda ijro qilib kelamiz. Galdagi taronamiz aynan qaysi? Hozir ijro etadiganimiz Shash maqomdan Mo'g'ulchay Dugoh degan turkum ashulamiz bor. Shuni turkum deganda bir oila degandayda, endi men oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, 5 ta asarni o'z ichiga olgan. Birinchisi murakkabroq, keyingisi sal yengillashib ketadi. Shuni Qashqarchasi bilan Ufarisini sal o'sha o'ynoqroqlarni ijro qilib beramiz. Marhamat, birgalikda tinglab tomosha qilamiz va dam olish soatlaringiz maroqli o'tsin deymiz azizlar. Va shu o'rinda eslatib o'tmoqchimizki, biz har galgidek jonli efirdamiz va albatta bugun o'z yaqinlaringizni tabriklash imkoniyatiga egasiz. Qolaversa dil izhorlaringizni yo'llang, biz albatta ularni o'qib o'z egalariga yetkazamiz. Albatta 0783 abonenti hammaga salom deya boshlab beribdilar. O'ylaymanki, teletomoshabinlarimiz salomlarini albatta kamda qilishmaydi va biz ko'pchilikni qiziqtirib qo'ydik suhbatimiz bilan. Endi maza qilib tinglaymiz. Chiroyli taronalarga beramiz. Marhamat.
var yamanın yaxşı yavray Bağrı yelge yaxşı kimundan yaxşı Hurmatlar tilab qolamiz. Ana endi Boburjon yonimizga Nihol mukofoti sovrindori Sherzodjonni taklif qilsak, keling. Keling. Nay sozi ila viloyatimizda mashhur sozandamiz Sherzodjondan ham bir chiroyli suhbatlarni olsak marhamat. Sherzodjon, ijodda qanday yangiliklar? Ijodda avvalambor assalomu alaykum. Fursatga mana shu ansamblimiz bilan yana bir bor tashrif buyurganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ijodimizda endi hozirgi kunda mana shu maqom ansambli bilan mana shu ustozlarimiz, do'stlarimiz bilan birgalikda shu maqom kuylarimizni, maqom qo'shiqlarimizni ijro qilib, xalqimizga shu hamda yosh avlodga qoldirish uchun audio zapslarga borib, shu ijod qilib birgalikda kuylarimiz, qo'shiqlarni yozib turibmizdan. Albatta keling, nay sozi haqida suhbatlashib yozadi aka. Mana bizda voha tomonlarda nay sozi bilan menimcha san'atkorlar kamroq shug'ullanadi degan fikr ham bor-da, yo'q emas. Vodiy tomonlarda ko'proq naylarda ijod qiladi degan fikrlar. Bejizga sizda Nihol davlat mukofoti sazovor bo'lmagansiz. Vohadan chiqqan bir san'atkor sifatida aynan bu shuni bir yodga olsangiz, qanday bo'lgan edi? O'zi nayga bo'lgan mehr, muhabbat qanday paydo bo'lib qolgan? Menimcha shu haqda ham bir ko'pchilik teletomoshabinlarimizga qiziqdi.
avvalambor mana san'atga kirib kelishimizga eng birinchi sababchi inson padar buzrugvorimiz, ya'ni kim otamiz. Chunki otamizga san'atga bo'lgan qiziqish bor edi va otam mana shu doira chorvasi bo'yicha ancha bir ma'lumotga ega edilar. Shu yoshligimdan bizning xonadonimizda ancha san'atkorlar yig'ilib kelib shu qo'shiq ijro qilishardi. Birga bir tayyorgarliklar, konsertlarga, mana Navro'z bayramlariga, Mustaqillik bayramlariga shundan qiziqish ortdi. Keyin mana shu 2002-yil hozirgi san'at maktabi oldinda biz o'qiganmiz Navoiy madaniyat san'at kollejida. Shu yerga o'qishga qabul qilindik. O'zi ilk bor borganimda qo'shiqchilik san'at bo'yicha, ya'ni xonanda bo'laman deb borgandim. Lekin u yerda mana ustozimiz Bo'ron Fazliddin domlamiz o'sha kollej direktori edilar. Shunda aytdilarki, mana shu nay cholg'usi bilan ga o'rin bor, shunga o'qib turgin 1 yil, keyin mayli bu yildan keyin xonandalikka o'tkazamiz mayli deb o'sha kollejga o'qishga qolganman. Lekin shu 1 yil mobaynida ilk birinchi ustozim naydan Vohid Isroil Fozilovich bo'ladilar. Shu inson ancha nayga bo'lgan mehrimni oshishiga, san'atga bo'lgan yanada mehrimni oshishiga sababchi bo'lgan insonlar. Avvalosi eng birinchi ustozimizning menga qilgan shu anavlari naydagi shu cho'liroq degan kuyni o'sha har kuni borganimda chalib turardi-da. Mana shu o'zim shu birinchi eshitganimda qulog'imga yoqdi. Ikkinchi eshitganimizda o'sha qalbimizga kirdi. O'sha uchinchisida o'sha biz ham mehr qo'ydik keyin. Haqiqatan ham to'g'ri aytasiz. Nay so'zi qarang, oddiy o'zi yog'ochdan tayyorlangan, ishlangan, lekin undagi kuy insonni o'sha qalbigacha, diligacha yetib boradi. Albatta qaysi kuyingiz bilan aynan siz o'sha Nihol davlat mukofotini qatnashchisi bo'lganingizda aynan qaysi kuy jyuri a'zolari deymiz, hakamlar hay'atini bir lol qoldirgan deyishimiz mumkin. Vohadan kelgan yigit nay bilan yorib chiqqan edi-da, endi baribir. Aynan qaysi kuyni chalib berganingiz? Shu ko'rik tanlovlarda hamda shunday Nihol davlat mukofotini olishimizga kuyimiz, chalgan kuyimiz ustozimiz Abduhoshim Ismoilov bastalagan asarlardan Shodiyona deb nomlanadi. Shu kuyni o'rganib, shu ilk sahnaga chiqib chalib shu mana shu kuy bilan shu davlat mukofotini olishga sazovor bo'lganman. Endi bir ijro etib bermasangiz bo'lmaydi. Sizni bejiz taklif etmadik. Yakkaxon bir nay sadosidan bir teletomoshabinlarimiz jonli efirda tungi tashrifda eshitishmasa bo'lmas. Keling, demak, tayyorgarlik ko'rgunlariga qadar biz ham tayyorgarlik ko'ramiz. Ismingiz xabarnomalar yetib kelgan. Albatta o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum barchaga deya 0783 abonent ismingiz xabarnoma yo'llaganlar va 0304 abonent esa assalomu alaykum, xayrli kech, ko'rsatuvga gap yo'q, maza qilib eshityapmiz. Sitora Hakimova ijodiga ham omad tilaymiz deya ismingiz xabarnoma ham yetib kelganlar. Menimcha Sitoraxon bugun men tungi tashrifga chiqaman deb hamma qarindoshlariga anons zo'r bo'lgan bo'lsa kerak. Anons zo'r bo'lgan bo'lsa kerak. Demak, she'rga tayyormisiz? Marhamat.
Afarin. Juda ham chiroyli navo bildiramiz. bo'ldi. Ijodiy Tashakkur bildiramiz. parvozlar tilab qolamiz. Rahmat deymiz. Kelgusidagi rejalar haqida suhbatlashsak. Kelgusida endi inshaalloh xudo xolasa mana shu ansamblimiz bilan birgalashib mana shu o'zimizning milliy maqom san'atimizni shu chet ellarda birgalashib tarannum qilib kelsak, eng asosiy va eng oliy maqsadimiz shu. Albatta xursandmiz. Yana bir narsa so'rab olay Sherzod aka. Shogirdlar masalasida ham bir fikr berib o'tsangiz, bugun viloyatimiz san'atkorlari aynan yoshlari aynan bunday sozi bo'yicha qanchalik qiziqishyapti, shogirdlar ham iste'dodlar qanday? Yaxshi shogirdlarimiz ham bor. Mana hozirgi kunda mana shu ustozimiz haqida ta'kidlab o'tdik. Vohid Isroil Fozlilovich hamda ustozimiz Turdiyev Oqil Azamatov shu insonlar madaniyat maktabida nay mutaxassislik bo'yicha ancha shogirdlari bor. Endi hech bir inson bir ayniqsa san'at sohasida bir cheksiz ummonku, hattoki biz o'zimiz ham hozirgi kunda ularga shogirdmiz. Chunki nayda va san'at sir san'atlarni o'rganish uchun yillar, oylar kerak. Hozirgi kunda shu shogirdlar bilan birgalikda o'zimiz ham hattoki ustozlarimizdan ta'lim tarbiya olib kelmoqdamiz. Katta rahmat. Tashakkur bildiramiz. Demak, bizga SMSlar kelyapti. 1979 abonent egasi. Assalomu alaykum. Tungi tashrif ko'rsatuv ishtirokchilariga omad. Ko'rsatuv zo'r bo'lyapti deb minnatdormiz. 8785 abonent egasi. Sherzodjonga omad tilab qolamiz. Mazza qilib tingladik deyishdi. Demak, azizlar, davom etamiz. Yana xonanda va sozandalarimizga navbatni berib, keldi qanaqa qo'shiq tayyorlaymiz? Endi xalqimiz yaxshi ko'rgan xalqimizni qulog'iga anchadan beri o'zi nima deydi? Shu radiolardan bir qo'yib turadi. Arzimni aytdim degan Tavakkal Qodirov bitta chiroyli qo'shiq aytib beramiz. Marhamat.
arzimni aytdim vodiy sadoga. Ajoyib tarona bo'ldi. Rahmat deymiz. Tarona kuy bo'lyapti va albatta teletomoshabinlarimiz dam olish soatlarida mazza qilib chiroyli qo'shiqlardan bahramand bo'lishyapti. Bizda esa yana doimiy va ashaddiy muxlislarimiz SMS yo'llashda davom etishyapti. 0212 abonent egasidan assalomu alaykum. Tungi tashrif ishtirokchilari ijrochilarga omad. Navbahor tumani Bunyodkor ko'chasidan Shahbozjon yo'llabdilar. Xursandmiz yoqqanidan. 5853 abonent egasi assalomu alaykum. Hammaga tungi tashrif ishtirokchilari Sherzod Shodiyevga alangalik salomni tilayman. Ukasi doirachi Murodjon Qahhorov tomonidan sizga salom yo'llabdilar. 2898 abonent egasi assalomu alaykum. Tungi tashrif loyihasi ijodkorlari hamda mehmonlar ko'rsatuv zo'r bo'lyapti. Shu fursatdan foydalanib bugun singlim Dilnozaxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchiman. Omad hamisha yor bo'lsin debdilar. 3177 abonent egasi Sitora yangi ovozingizga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, demak, qoyilmas nimada jiyaningiz Xulkar va muslimalar. Qolgan sozandalarimiz menimcha anons berishmagan, menimcha oilaviy gruppalarga. Reklama ketgan. Albatta. Har dasturda bir kishi. Har dasturda Trendga chiqadi. 9787 abonent egasi assalomu alaykum tungi tashrif ijodkorlari juda ham xursandmiz. Sho'x kuylardan Xorazm nabolardan bo'lsin debdilar. Tashakkur bildiramiz, tashakkur bildiramiz. Aytib qo'ymoqchimiz. Demak, hozir yana navbatni chiroyli taronalarga beramiz va aynan shu lahzalarda bugun o'zlarining 30-may sanasida tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklagan holda ular uchun demak qanaqangi qaysi tarona yangraydi? O'zi biz dasturimizda o'zimizga dastur kelgan edik. Mayli dasturdan chiqqan holda endi tomoshabinlar ham uxlamasdan bizni hurmatimizni shunchalik kutib turgani uchun Xorazmcha bitta qo'shiq aytib beramiz. Marhamat. Sitora Hakim va xonandalar. Dünya güldür ağacan, umur yıldır ağacan. Dünya güldür ağacan, umur yıldır ağacan. Mana canım sen özkene, Özbek yıldır ağacan. Mana canım sen özkene, Özbek yıldır ağacan. Arka saçım yelkemene, tarak tarak ağacan. Arka saçım yelkemene, tarak tarak ağacan. Birme canım kıynalır, sorak sorak ağacan. Birme canım kıynalır, sorak sorak ağacan. Küzü kara ağacan, kaşı kara ağacan. Küzü kara ağacan, kaşı kara ağacan. Munça kara bularımı, kara kara ağacan. Munça kara bularımı, kara kara ağacan. Bizimkiler yoluna çırak çırak ağacağım. Bizimkiler yoluna çırak çırak ağacağım. Dağlar başı ağacağım, tuman erur ağacağım. Dağlar başı ağacağım, tuman erur ağacağım. Zülfiyası senge bak, yuman erur ağacağım. Zülfiyası senge bak, yuman erur ağacağım.
Yumon yurur ağacan, yumon yurur ağacan, yumon yurur ağacan. Bugun reklama kuchaygan-ku. Avvalo, dasturimizda ko'rib turganligimizdan xursandmiz. Sitora, biz bilamizki, bizda ko'pincha xalqimizda shunaqangi gap bor. Baribir ayol san'atkorlarga boshqacha ko'zdan qarashadi. Qanaqadir ayol bu oila, uy bekasi bo'lishi kerak. Boshqa sohani o'qituvchi, shifokorlik tanlasa, lekin san'at yo'lini tanlashda uni qanaqadir uydagilar tomonidan ozgina bir qarshiliklar bo'ladi. Sizda bo'lganmi shular? Umuman mana shu san'at sohasiga va aynan maqom yo'nalishingizga kirib kelishingizga nima turtki yoki kim turtki bo'lgan? Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham xursandman bugungi ko'rsatuvda qatnashayotganligimizdan. Bizning ham oilamiz san'atkorlar oilasi desam adashmayman. Dadajonim shu sohada faoliyat olib borganlar va oilamizda muhit san'atkorlar muhiti bo'lganligi sababli o'z-o'zidan menda ham shunaqa san'atga bo'lgan qiziqish kelib chiqqan va yoshligimdan shu musiqa maktabida an'anaviy xonandalik bo'yicha aynan yoshligimda shu maqom san'atiga bo'lgan qiziqishim kuchli bo'lganligi uchun shu sohada faoliyatimni olib borganman, o'qiganman. Bugungi kunda ham oilaliman, albatta, 2 nafar farzandim bor. Ular qo'llab-quvvatlashadi, qaynona, qaynotalar, turmush o'rtoq. Oilam qo'llab-quvvatlaganliklari uchun ham mana bugun mana shunday chiroyli ansamblda faoliyat olib boryapman. Bu uchun hozir mana shu ekran orqali yana bir SMS yozganlar uchun ham salom qo'ying. Men shu yerdaman deb bejiz yozishmayapti. Hamma yaqinlarimga, opamga, Gul opajonimga, hammalaringizga, avvalambor oyijonimga, ota-onalarimga, hammalariga meni qo'llab-quvvatlashganliklari uchun tushunib, har tomonlama menga nima deydi? Ruhan madad berganliklari uchun rahmat aytaman. Menimcha hozirga kelgan SMS ham sizga tegishli bo'lsa kerak. 63 abonent egasidan tanishmi? Assalomu alaykum, tungi tashrif ijodkorlar, ko'rsatuv zo'r bo'lyapti. Iltimos, Tanovardan aytsinlar. Oldindan rahmat. Menimcha sizdan bu qo'shiqni so'ragan bo'lsa kerak. 58 abonent egasi esa Sherzod Shodiyevdan yana bitta sho'x kuy eshitaylik. Hurmat bilan Murodjon, bugun yangraydi. Sho'x kuy taronalar albatta yangraydi. Demak, Sitoraxon sizdan Tanovarda eshitamiz. Marhamat. Teletomoshabinlarimizni talab va istaklari asosida mana shunaqa tashrifda nari bo'lmaydi. Albatta. O'rtadan keladi boshlovchilar, SMS xabarnomaga yozadi yurtdoshlarimiz, o'rtada bo'lamiz, aytasiz. Marhamat. Aytamiz. Demak, birgalikda tinglaymiz. Tayyorgarlik ko'rgunlariga qadar yana SMS xabarnomalar bo'lsa, Lobarxon Ro'zayeva o'qib eshittiring. Albatta, to'satdan biz jonli efirda sozanda va xonandalarimizga taklif berib qo'ydik va ular biroz bo'lsa ham tayyorgarlik ko'rishar. Hozir yana bittagina SMS keldi. 03 abonent egasidan. Assalomu alaykum, Navoiy shahridan Ravshan Sherzod aka, alangalik salom. Gap yo'q san'atlariga. Sitora, sizni ko'rib xursand bo'ldik. 0079 abonent egasi. Ana, demak davom etamiz. Boshlovchilarga ham salom. Tanovardan kuylab bersinlar. Yana bir bora chiroyli SMSlar yo'llashdi, demak, tinglaymiz. Tayyorgarlik yakuniga yetdi menimcha. Marhamat.
ajab Katta rahmat. O'ylaymizki, teletomoshabinlarimizga juda ham manzur bo'ldi. Ovozingizga ko'z tegmasin deymiz. Ana endi keling bizning yonimizga O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Navoiy viloyati hududiy bo'linmasi rahbari direktori Bobomurodjon Xolovni taklif etsak. Marhamat, keling Bobomurodjon. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizda xush ko'rdik. Va albatta mana shunday vaqtingizni ayamay butun bir ansambl bilan dasturimizda ishtirok etganingiz uchun sizga teletomoshabinlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Umuman bugun ansamblda qanday yangiliklar? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Endi bizni tashkilotimiz desak ham bo'ladi. Maqom markazimiz to'g'risida mana yuqorida badiiy rahbarimiz Shuhrat aka ancha ma'lumot berib o'tdi. Endi bu maqom ansambli bizda viloyatda ancha yildan buyon faoliyat olib kelyapti, lekin mana muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan, yangi qarorlari bilan mana shu O'zbek Milliy maqom san'at markazlari tashkil qilindi hamda uning hududiy bo'limlari tashkil qilindi. Mana 2 yildan buyon mana shu yuridik maqom bilan biz tashkilotimizda faoliyat olib boryapmiz. Bu yerda asosan shu bizni viloyatdagi ustoz san'atkorlarimiz aytib o'tadigan bo'lsak, Tursunoy Ro'zmetova, Rahimboy Jumaniyozov, Salim Qurbonov, Muhiddin Kenjayevlar, ustoz san'atkorlarimiz ham mana shu maqom ansamblimizda faoliyat olib boradi. Qolaversa, mana o'zlaringiz guvoh bo'lyapsizlar. Ancha yoshlarimiz ham shu maqom san'atini ustalari bo'lgan. Qolaversa, shu maqomzoda ustozlarimiz ham bugungi kunda mana shu tashkilotimizda faoliyat olib boryapti. Bu ko'rib turganlaringiz bu biz kichkinaroq bo'lgan jamoamiz. Aslida biz albatta ko'pchiligimiz. Aslida biz 40 ga yaqin sozanda xonandalarimiz mana shu maqom ansamblda faoliyat olib boramiz. Endi yutuqlarimiz juda ko'p, Xudoga shukr, behisob shukr. Chunki maqom yo'nalishida maqom yo'li uchun bizga muhtaram prezidentimiz hamma yo'lni ochib qo'yibdilar bugungi kunda. Imkoniyatlarimiz juda keng. Biz targ'ibotini qilishga biz bel bog'laganmiz, mana birgalikda jamoamiz bilan qo'limizdan kelgancha mana shu maqom targ'ibotini qilishga harakatdamiz. Endi yugurib kelaman ozgina. Sizni teletomoshabinlar orasida muxlislaringiz ko'p, bilamiz. Sizning ijodingizni haqiqatan ham va sizdan hozir qo'shiq kutishyapti. Bobomurod bugun mana shu dasturga qanaqa qo'shiq tayyorlab kelibdi ekan degan savol qilyapti ularni. O'zi aslida menga bir savollar bo'lyapti-da. Ham ijod, ham rahbarlik qanaqa qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q. Biz ham shu savol berib qiynamaylik degandikda. Bildim, mayli, qisqacha javob berib ketay shu teletomoshabinlarimizga. Boshida qiyin bo'ladi deb o'ylagandim, lekin men yanglishgan ekanman. Qaytaga mana shu oson bo'ldi. Mana shu jamoani har kun erta tongdan mana shu bizning mashg'ulotxonamizda bo'lgan jarayonni ko'rib, mana o'zimni ham ilhomlantiradi. Yangi ijod qilishga undaydi. Shu ijodimiz bilan birgalikda mana shu maqom ansamblini ham qo'ldan kelguncha rahbarlik qilib birgalikda mana badiiy rahbarlarimiz, sozandalarimiz bilan imkon qadar harakat qilyapmiz. Endi bitta qo'shiq aytib bersam, mana shu ustozlarimizning qo'shiqlari. Marhamat. Marhum ustozimiz, biz ularning nabira shogirdi hisoblanamiz. Ruh poklari shod bo'lsin, Ortiq Otajonovni Piri Komil ustozimiz uchun aytgan qo'shiqlari bor. Qulog'imdan chiqmas sira ustozimning ovozlari, yuragimdan ketmas sira mayin sho'x sozlari deb nomlangan qo'shiq. Shu qo'shiqni qo'ldan kelguncha
ijro etib beramiz. Ruxsat Undan bersangiz. oldin qarang, bittagina SMS o'qib beray, Hop, ruxsat hop. bersang, adashmasam bu Sitoraxonga Tayyorgarlik atalgan. qilishingiz mumkin. Omad ishlaringizga onajon Sarvarbek va Anvarbeklar, adashmasam farzandlari yo'lyaptilar onajonlarga va 9876 abonent egasi. Assalomu alaykum. Tungi tashrif boshlovchilari, hammalaringizga xayrli kech. Rahmat, rahmat. Ustozim Namozov Hasan akaga salom yo'llab qolaman. Ishlariga omad. Hasan akaga salom demoqda. Navbahor Salomat tumanida bo'lsin. Nodirman debdilar. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Yetkazib qo'ydik salomingizni va azizlar, yaxshi kayfiyatda, a'lo kayfiyatda dasturimiz davom etadi va navbatda Xolisga beramiz. Otash nafas qo'shiqlarning baland bo'lar parvozlari, tog'lar aro bog'lar aro uchib yurar qish yozlari, Ali qambar firuzlari chapandoz shahnozlari, qulog'imdan ketmas sira ustozimning ovozlari, yuragimdan chiqmas sira mayin sho'x sozlari. Ustoz yotgan maskan bir kun ziyorat yo gulshan bo'lar, ta'zim aylab shogirdlari o'zbek tojik turkman kelar, yangi kuylar bilan gullar bilan bag'ri to'lanar, qulog'imdan ketmas sira ustozimning ovozlari, yuragimdan chiqmas sira mayin sho'x sozlari, qulog'imdan chiqmas sira ustozimning ovozlari, yuragimdan chiqmas sira mayin sho'x sozlari. So'lim bog'lar aro dillar o'tli qo'shib bitgan, mashhur hofiz Komiljon Jo'raxon ma'mur o'tgan, bu bog'larda qo'shiq aytib ustozimiz ortib o'tgan, qulog'imdan ketmas sira ustozimning ovozlari, yuragimdan chiqmas sira mayin sho'x sozlari, qulog'imdan ketmas sira ustozimning ovozlari, yuragimdan chiqmas sira mayin sho'x sozlari.
ustoz sari keldim men ham unga alvon gulib tortdim huzurda boshim egib so'zlariga ko'nglim endi qo'lim tutib ta'limini olib elda bo'ldim ortib qulog'imdan ketmasra ustozimning ovozlari yuragimdan chiqmasra mayin shu so'zlari qulog'imdan ketmasra ustozimning ovozlari yuragimdan chiqmasra mayin shu so'zlari esingizdan hech chiqmasin ustozlarning ovozlari katta rahmat. Tashakkur Omadyor bildiramiz. bo'lsin deymiz. Demak, Boburjon rasm bizda yana SMS xabarlar. Albatta SMS xabarnomalari bor. 6158 abonent SMS xabarnoma yo'llagan. Gulchehraxon yaxshimisizlar? Tungi tashrif juma kuni ham bo'lyaptimi? Men ko'rmay qolibman. deya Ma'rifat aya SMS xabarnoma yo'llayapti. Ma'rifat aya, mening yonimdagi Gulchehraxon emas, Lobarxon. Ma'rifat aya, meni unutdingizmi? Albatta tashakkur bildiramiz SMS xabarnoma uchun. Har juma endi tungi tashrif loyihasi sizlar uchun bo'ladi. Haftasiga 2 kun. Talab va istaklarga binoan va 85-10 abonenti. San'atkorlarga gap yo'q, maqom yo'lida faoliyat ko'rsatayotganlarga omad tilab qolaman, ikrom bo'laman. Desimiz xabarnomani yo'llaganlar tashakkur bildiramiz. Demak, yana davom etamiz. Demak, sozandalarga navbat beramiz. Ajoyib kuyni bizga taqdim etish niyatidalar. Undan so'ng esa sizdan yana chiroyli taom. Ustozimiz o'sha Abduhoshim Ismoilov Hayrona kuyi bor, Hayrona degan kuy. Buni hamma teletomoshabinlarimiz ham tinglashgan, hozir o'zimiz ham bahramand bo'lamiz. Juda bir chiroyli kuy. Mana shu kuyni shu maqom ansamblimiz sozandalarini tinglaymiz. Demak, tayyorgarlik ko'rgan bo'lsalar, sozandalarimiz biz boshlaymiz. Eslatib o'tamiz yana bir bora huzuringizda tungi tashrif loyihasi va bugundan boshlab tungi tashrif loyihasi boya Boburbek aytib o'tganlaridek haftaning har chorshanba va juma kunlari kech soat 9:00 dan 11:00 gacha bo'lib o'tadi. Va albatta jonli ijrodagi kuy va qo'shiqlardan bahramand bo'lish imkoniyatiga egasiz va shuningdek yaqinlaringizni chiroyli tilak tabriklaringiz bilan tabriklashingiz ham mumkin. Dil izhorlaringizni yo'llasangiz biz albatta o'qib eshittiramiz. Albatta, bahor oyining so'nggi kunlari 30-may sanasi azizlar, yana 2 kundan so'ng yoz fasli kirib keladi. Biroz salqin bo'lganiga xursand bo'lib turing. Hali yoz fasli ham oldinda azizlar. Qaynoq kunlar. Albatta, qaynoq harorat bilan tungi tashrif loyihasidan uzoqlashmasangiz ham bo'laveradi. Yoz tarovati bizda endigina boshlanib yubordi deyishimiz mumkin va san'atkorlarimiz tayyor bo'lishsalar, Marhamat. kuyni tinglaymiz, marhamat.
baraka topinglar. Tashakkur bildiramiz. Sozandalarimizga gap yo'q. Tomoshabinlarimiz Qoyil mazza qilib eshitishdi. Ya sozandalarimiz ko'proq mazza qilishdim deyman-da. Miriqimizlari ham chalishni ijro qilishdi. Albatta tashakkur bildiramiz va aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyalab boryapti. Qanchalik xohlasak ham, xohlamasak ham soat millari yakun yasash fursati yetib kelganligidan darak beryapti. Albatta tashakkur bildiramiz Bobomurod aka. Viloyatimiz maqom ansambliga ham alohida jamoasiga tashakkur bildiramiz. Rahmat. Endi bugun asosan o'sha ustoz san'atkorlarni, bastakorlar ijodidan bo'ldi. Maqomlarimiz deyarli kuylanmadi. Xudo xolasa kelgusi ko'rsatuvlarda yana diydorlashamiz degan umiddamiz. Maqom san'atimiz bilan Xudo xolasa. Yana bir bora sizlarga teletomoshabinlar nomidan qolaversa ijodiy hamda texnik jamoamiz nomidan o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ijod qilishdan aslo charchamanglar. Mana shu maqom san'atini dunyoga tanitishda sizlarga ulkan parvozlar, muvaffaqiyatlar yor bo'lsin deymiz va dasturimizga yakun yasar ekanmiz. Yana bir bora bizni tomosha qilganlarga vaqtingizni ayamay 2 soat vaqt davomida tungi tashrif bilan birga bo'lganingiz uchun sizga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Albatta qadrli teletomoshabinlar, o'tkazgan, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz deymiz va teletomoshabinlarimiz uchun sozandalar, xonandalar butun jamoa nomidan Xorazm nazgisi bilan dasturimizga yakun yasaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana jonli efirlarda, yana to'g'ridan to'g'ri efirlarda, tungi tashriflarda ko'rishamiz deya yaxshi niyat qilamiz. Omon bo'linglar. Salomat bo'ling deymiz va Xorazm nazgisi sizlar